Hayslar shunaqa qo'ziqorin rosa yeyishadi. Sosmi shunaqa bola bo'lsa kerak. Gerek qamoqxona yo'q. Voy. Takip ko'rsat. İşte sığmaydı mı? Ne kadar yaptın? İsmail topulayaptı mı? Ne yaptı? Bir adda pulni 150 160 dan deyaptim. 150 160 tane. Hammaga Jashboy, rahmat. Siz nima qilavering? Xudo xolasa. Mana biz yetib keldik. Uyimiz yonida shu Lotte Mart bor. Lotte Mart. Hozir kirib ko'rsataman. O'zbekiston fondami? 10 dollarmi? 8 dollarmi shunaqa? 100 mingga olib boradi. Ha. Magazinchi. 日々の横に流れすぎだ。裏までサボはこれまでが現実なんです。運動のサボは自分のサボの中にこういったのが差し Bittasi 12 ming ekan. Mandarinlar narxi 12 ming won. Bu narxini chetga chiqarib qo'yamiz, xudo xolasa. O'zbekiston narxi bilan. O'zbekiston bu narxi uzun bormi? Bahorda O'zbekistonda. O'zbekistonda modadagi uzummi? Qulpna ham bor ekan. Hayslar shunaqa qo'ziqorin rosa yeyishadi. Har turidan bor uni. Kattalari ham bor unaqa. Qo'ziqorin yeb ko'rganlar bormi? Yoshligimda bir marta Rossiyada yeganman. Krem salatlar. Shunaqa narsalar. Açıp turmaydi sразу. Tayyor. Ben tayyor meyveler ya. Ananas. İsmi neydi? Ben galattım. O'zbekistonda yo'q bunaqa meyve. Bunaqa boya turadi diyor. Bunaqa. Ha, masif bunaqa kesib tashlab tayyorlanadi. Uzun qarang, uzun. Qayerdan kelardi? Ben tuxumlar narxi Men keng sonda ham pejoy. karam. Karom. Sabzilar 7 ming won. Koguma degan shunaqa mevanisi bor, kartoshkaga o'xshagan. Suvda qaynatib pishirib yeyishadi. Rosa mazali yeb ko'rganman. Ham shu yerda ofisda ishlaganimizda uyda pishirib kelgan bitta. Xorazmchasiga kadi. Kadi. Oshqovoq. Oshqovoq. Bizda kadi deydi. Narxi sarımsak piyoz. Piyoz 5 ming. Kareski gurunch. Shunaqa baliqchalarni ham yeyishyapti ular. Mayda. Bunaqa
Yani pap bilan yeydigan narsa ham bor, guruch bilan. Dengiz o'ti. Kim deydi bu yerda karchasiga? Asosimi shunaqa baliq bo'lsa kerak. Baliq u. Arzon lekin. 23 minglik mana shunisi. 23 ming endi 18 dollar. Kim bo'shi yuri? PUBG manda. PUBG'dagi 47 ming ekan. Mana shu где-то 35 dollarchada. Вообще qimmat ekan. Qozolarni turi turadi. Stakanlar. Ham vaqti. Вообще qimmat. Sinirligini so'rbiga uloqi. Ishlarga bo'lganda doim shunaqada idishda ovqat beradi. Qamoqxonada Amerikadagi qamoqxonaga o'xshaydi. Suzib bizga kerakli emas. Yo'q. Kasım kimda? Bolasi ishga kelayotganda to'n kasashini beradi. Nega bu? Yaxshi. Tushmadi. Kiygandan keyin orqaga ham qarang. Bu kattaroq ekan-a? Birinchi oynaga qarab. Endi qarang. Uzoqroqda. Bo'ldi. Ana tushdi. Yarashibdi lekin. Kasım shunga yetdi. Nafaqat yig'amiz. Rasmi? Obunachilardan so'rab qo'yasizlar. Xuddi shundan olgandimi? Bo'ldi. Ya'ni esa Mana shu kostyum shimlar narxi где-то 150 ming, 100 dollar shunaqa atrofida ekanda. Kostyum shim o'zi 100 dollar. Mana shu yerdami? O'tkazib olganimizda yo'q, Voy o. 600 dollar. 600 dollarga. 500-600 dollar atrofi. Вообще qimmat ekan bu. Men olganim shunga o'xshardi, men 150 dollarmi, 200 dollarga olgandim-da. Qancha qimmat ekan. Mani rangi mana qaroqdir lekin, sal qora rang ko'k. Bu ham yaxshi ekan lekin. Nima qimmat ekan. Ketdik dal. Bashim. Asa o'chiraverman. Qarang, qarang. Achkisi manikidan ekan-a. Qani to'xtangchi. Bir xil. Sizga o'xshar ekan misol. Sotuvdagi gullar. Arzon ekan, 5 ming ekan. Kaktus yo'qmi? Kaktus olaman. Mana qarang bu. Chikoligini qarang. Yerdan oling. Voy bro. Ayam ko'rmasin deb yo'ying. Voy gulni olib ketadi. Chiroyli ekan ancha. Bizda battaniya bog'i lekin. Yo'q. Mana gullardan bor, manadan bor. Xo'sh, yerdaga pashti yarmidan bor. Mana shu gul ham bor. Atir guli bunaqa sveti yo'q-ku. Qolgan ko'p sveti bor. Mana ham bor uyimizda. Ana, bu ismi nima edi buni? Bu ham bor, mana ham bor, archaga o'xshagan. Kaktus yo'q ekan-a, kaktus olardi.
Kaptını onu yok koydu. Ha bir de kiyimler. 250 ming ekan shunaqa svetlar. Kim ko'rsataymi? Topib oldingiz bitta ustingizda. Yig'lashdimi? 25-29 ming bo'lgan ekan, где-то 250 ming so'm atrofida. Bu brend narsalarni ham ko'rsatish kerak ekan. Ha, yo'qmi bu yerda? Bu ham brendda, ana mashhur emas brendda. Mashhur bo'lganda shu mashinani o'zi $100 bo'ladi. Material yaxshi ekan. Meniki bilan bir xil ekanda. Xitoy bozor bor. Ansan Shijangda bor. Ega borsangiz вообще chet elga rosa ko'p, rosa brendsiz, sifatsiz kiyimlar ko'p. Yeting mana bundoqlar. Bundoqlar turi bilan bor. Men buni nimani ko'rsating endi? Kamzorcha ekan. Chiroyli qanzorcha. Bu ham 50, yo $60, 79 ming bo'lgan ekan. Ular chiroyli bo'ladi. Bahorga zo'r ekan mana u. Ikkitasi bittami? Ikkitasi bitta ekan. Bitta olish kerak edi. 59 ming ekan. $45. Bitta keldi. Zavодdan. Ko'rsating. 9 ming bo'lgan. Bitta kiyib ko'rsating. Mana bokalarga. Yana bunaqa kiyimchalar bor. Vallahi uyalmaysizmi qizlar? Aslida olib qo'y. 79 ming, voy billahi, 65 dollar. Men sumkalarni ko'rsatingiz bo'ldi. Mana kalslarga sumkachalar. Qizlar mana shu yerga nima sig'adi, nima olib yurasizlar? Kommentariyaga yozinglar-chi. Mana hech narsa sig'maydi, nima ko'tarib yurarkin? Qarang. Nima sig'adi bu yerga? Pulmi? Kalslar naqd pul ishlatmaydi. To'g'risi, isbahon. Evet, yürüyeyim bakayım ana bakayım. 30 ekan. İçiyle görünüp duradi. Bak şey, bu ham 70 ming ekan. Buni 30 Nima ekan bu Asadbek? 여러분, 빼야겠어요. 여기 어때? 167 bu. Bu yerdan chiqaylik. Chiqaylik. To'g'risi qaradi. Shunaqa. Endi bu uyimiz yonidagi magazinda. Boshqa joylarda yana bor. Seullarda ham. Endi vaqtimiz bo'lsa bir borib ko'rsatamiz. To'g'rimi Asadbek? Jinsi shim. Oddiy shekilli. Qancha ekan? Bu yerda bitta qiziq tomoni bor. Odam ham bo'lmaydi. O'zingiz tanlab kiyib, o'ziga yoqqanini olasiz. O'sha tomonda kassa bor. Bu yerda o'sha kassaga borsangiz hisob kitob qilaveradi. Unda ham yo'q ona. Faqat klientlar yuradi xolos. Bitta ikkita yurishi mumkin. 7 ming ekan. 7 ming bo'lgan. Vyetnamdan kelgan ekan. Mana. Vyetnam. 7 ming mi, 70 ming mi? 7900. 50 ming bo'lgan ekan. 50 ming so'm bo'ladi. 50 ming so'm, 60 ming so'm. Aytdim nega g'alati. Xuniydan. Xunniy deb.
mana skidga ekan 14 ming. 8 mingga. Tushunarli. Ketdik. Ating. Octagonliga. Jonliroq. Qana? Katta ekan bu ya. Karislar rosa mana shu uni yaxshi ko'rishgan ismi nima edi? Beyzbolmi? Kriketmi? Ha, o'shani. Вообще ko'p o'ynaydi. Universitetdan doim shunaqa narsa o'ynab yurgan. Nima bu? Bilasizmi? 24 soat. Tonner ekan, tonnermi nimadir ekan. Chunki mana shunaqa yuzlarga ishlatadigan shekilli. Foydalanish usuli. Bir 50 tiyon. Formula. To'g'risi tushunishga harakat qilyapman-u, tushunmayapman. Skin care set ekan bu inglizchasi. Bu krem ekan. Shunaqa narsalar Bularni komplekt. $100. Çok. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, boshqa bir magazin bor edi. Nima edi ismi? Qizlar kiradi-yu. Oilasi. Ha, Oliviermi nima? Oliviya oilasi mana shunaqa. Ha, shunaqa zo'r magazin bor. Faqat kosmetikalar eng kuchli karislar ishlatadigan. Oliviermidir, nimadir edi? Oliviermi? Olivier. Manderson ekan bu. Ochib bering-chi narsadan. Yuziga surtadigan. Shunaqami? $18. Buni просто ko'rsatib ketsangiz. O'g'illarniki. Ana qizlarniki $150, atrofida $100, $150. Ular shampun ekan. Mana bu yuzdagi nimadan oladi? Reklamalar. Clear. Ha. Saralari. Qancha ekan? 200 mingcha. Chalasi komplekt. 200 ming so'mchami? Yuziga